Assalomu alaykum. Do'stlar bilan my.sport.uz sayti orqali mahorat maktablariga o'qishga kirish uchun arz yuborishni ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun MySport saytiga kira olamiz. MySport saytiga hozirgi kunda shaxsiy Vonayda loyiha orqali kiriladi. Menda loyiha kiritilgani uchun birdan keyingi bosqichga o'tib ketadi bu. Mana kabinetim ochildi. Ochilgandan so'ng birinchi navbatda sportchida yoki ota-ona kabinetida arz yuboriladigan bo'lsa, farzandim yoki qarovula shaxsiga bo'limiga bolani qo'shib olishimiz kerak, ya'ni sportchini. Qo'shish, guvohnoma seriyasi, guvohnoma raqamiga kiritamiz. Kiritdik. Tug'ilgan sanasi. Mana arizachi farzandim va qarovula shaxsiga bo'limini tanlaymiz va kapchani kiritamiz. Qidirish. Ma'lumot, ya'ni sportchiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar ekranda chiqdi va saqlash tugmasi bosiladi. Mana sportchimiz ma'lumotlari saqlandi. Endi mening arizalarim bo'limiga o'tamiz. Mening arizalarim mahorat maktabi qabul uchun onlayn ariza. Onlayn ariza bo'limiga o'tamiz. Qo'shish tugmasini bosamiz. Bosganimizda, ya'ni MySport kabinet egasining shaxsiy ma'lumotlari ekranga chiqadi. Ya'ni bu yerda o'zim, farzandim yoki qarovula shaxs. Biz farzandim yoki qarovula shaxs degan bo'limini tanlaymiz. Taqdirda farzandlar ro'yxati, ya'ni mana qarovula shaxs chiqdi. Tanladik. Sportchi ma'lumotlari chiqdi. Endi pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushganda sportchi to'g'risida ma'lumotlar ekranga chiqishi kerak, chiqadi. Hududni tanlaymiz. Misol uchun mana bu Surxondaryo viloyati, Denon tumani, mana Dzyudo mahorat maktabi tanladik. Sport turi. Sport turi dzyudo sport turini tanladik. Va bu yerda pastda biriktiriladigan fayllar bor. Misol uchun kerakli bo'lgan hujjatlar, ma'lumotlar ilova qilish biriktiriladi. Mana misol uchun biz istalgan ma'lumotni biriktirib ko'ramiz. Test ko'rinishda bo'layotganligi uchun. O'zi e'tibor bersak, ma'lumot ko'rinishda nima ma'lumotlar ilova qilish kerakligi yozilgan. Demak, ma'lumotga kiritdik, saqladik. Ma'lumotimiz saqlandi. E'tibor bersak, отправить va organizatsiya bo'ldi. Ya'ni hujjatimiz holati tashkilotga yuborildi. Tashkilotdagi mas'ul kotib va komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqib, qabul qilingandan so'ng status bu joyda statusi o'zgarib, sizga ma'lumot beradi tizim orqali. Free audio post production by alphonic.com